Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan akalar. Xudo xolasa mana keyingi zakaz eshiromlarimizni ham mana o'rnatib oldik. Xo'p, hafta kuniga seshanba 2026-yil 26-yanvar. Xudo xolasa mana keyingi zakaz eshiromlarimizni mana o'rnatib oldik. Bu eshiromlarimiz Andijon viloyati Asaka shahri Ahtachi mahallasiga o'rnatdik. Bu yerda xudo xolasa mana 4 dona eshik, nagi tarafda mana 2 dona bitta eshik, bitta romimiz ham bor. Bu tarafda 3 dona eshik, 3 dona romimiz bor. Kanalimizga yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Videolarimiz keyinroq tarqalishi uchun bir donada layklarni bosib qo'ysalaring, xudo xolasa bu videolarimiz keyinroq tarqalishiga xudo xolasa o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Holatlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu eshiklarimiz lola fasonda tayyor bo'lgan, materiallari sasna material, oynalari oq oyna gullik. Musofirda yurgan akalarimiz hammalariga ishlariga omad, tan joylari sog' bo'lsin. Bu akamiz ham bizni musofir yurtda ko'rib, ishlarimizni yoqtirib, mana zakaz qildi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qildik. Hozir hocha yopishlarni ham bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda mana bitta eshik, bitta romimiz bor. Bu romimiz razmeri 1.70 ga 1.70 romimiz. Eshiklarning razmeri 1.20 ga 2.50 razmerda. Hammasi 1 sm farqi bor. Bu tarafda mana eshiklarimiz mana. Mana ochilib yopishlar akalar. Xudo zamoklarimiz original toza zamok. Oynalari aytganimdek oq oyna gullik, germetiklangan har bir donasi. Romlarimiz o'rtadan ochiladi. Bu eshiklarimiz ham mana biri o'ngga. Bu taraf bu eshigimiz mana o'ng tarafga ochiladi. Bu eshigimiz chap tarafga ochiladi. Kimda kim shunaqa yog'och eshik rom degan akalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani. Usta Iqboljon. Telegram, WhatsApp orqali ham kim shunaqa yog'och eshik rom degan, NDF eshik rom degan akalar bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali podpisa qilib qo'ysalaring, xudo xolasa ishlarimizni ko'rib yoqtirsa, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Holatlari yana bir bor kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Videolarimiz keyinroq tarqalishi uchun layklarni ham ayamaysizlar degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Keyingi ishlarimizni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Hammalaringga e'tiborlaringga rahmat.